Do'stlar, uy sotiladi mana. Uyning remonti 100% bo'lgan. Hamma sharoiti bor mana. Ichkarilarda ko'ramiz. Mana shunday kirganda dush. Darvozalari akva mana tayyor. Beyaz spalni. Pechka hamma narsa o'rnatilgan. Plastik patologlar urilgan mana. Derazalar plastik, konditsioner qo'yilgan. Uy kraska. Qoidaviy hamma narsa tayyor, shunday kelib yashaydigan uy. Mana oshxonasi. Orqadan derazasi bor mana. Bu yoqda deraza bor. Kraska bo'lingan, hammasi patologlar plastik berdi ekan. Shaharning sharoiti qilinganda uyga mana. Qiziqayotganlar bo'lsa, bemalol telefon qilib so'rashlaringiz mumkin. Ma'lumotni aytadi. Dushi. Bunisi mehmonxona. Plastik lyustralar qo'yilgan, plastik deraza, pardalari bilan bor. Gilamlari ham o'zi biladigan bular qanday gilamlarni. Uyning ichi kengish, jidkavoy qilingan. Remonti zo'r. Uyning narxini oxirida aytib o'tamiz. Suvdan problema yo'q. Dushning ichi. Kir mashinalar bor. Sharoitlari mana zo'r. Mana uy ham qurilgan, beton, sembloklar terilgan hammasi. Kamera semblog'i terib qo'ygan, mana semblog'i ham tayyor bor. Mana shu yerdan olib teraverasizlar. Yer 12 stuk. Mana yerda karavotlar bor. Karayet urilgan devorga. Mana yerga jizmning firmasi ham qo'yilgan, shu yerga kamera nimasi bor, shuni qilib olsa tayyor bo'ladi. Uyning oldiga stejka qilingan. Tayyorda yashashga. Mana hovlilari daraxtlar ekkan emas, olgan. Mana tov kengash mol boqayotganlarga ham molni qo'yib bersa ham mol bunaqa bemalol o'tlab nima qilib kelaveradi. Tayyor mana. Ya kengash adir. Mol boqayotganlar bo'lsa shu yerga kelib nima qilsa bo'ladi. Bu uylarda ham ko'rsatamiz. Ortdan. Mana yerda konditsionerlar qo'yilgan bemalol shu olatan odam nima qilib ko'raveradi. Bo'ylar ichi mana keng shamasining sal remont qilgan mana. Bu yerda kaldori ham ko'rib turibsizlar, kengash mana. Bu yerda bir xona bor. Mana bu yerda bir xona bor, hammasi zamonaviy uylar. Dirim bir eshikli uy. Mana yerda dushovoy qilsangiz bo'lar, narg'i uydaday. Mana bunisini detiski xona qilsangiz bo'ladi.
bunisini ham yana bir mehmonxonada qilib qo'ysangiz bo'ladi. Tayyor uy. Kepsal rasxod qilsa, tayyor karobkasi turgan uyda buni. Ishga turkalarni to'g'rilasa, juda qulay narxda. Do'stlar, mana setga tortib qo'yibdi, bu yerda prosta mol uchun, setga tortib o'tmasligi uchun. Chegaralar bunaqa kengish. 12 stuk yer do'stlar. Sertifikat bo'lgan dokumenti bor, oilaviy mana. Uy. Remontlar idealni bo'lgan. Shaharning remontidan mana. Mana latak bor. Bu yog'i tog' mana kengish. Sharoit zo'r. Yerlari ham sho'ri yo'q. Pastdan medpunkt maktabga juda yaqin joy deyapti. Narata kanalga 300 metr joy deyapti. 300 metrdan shilang tashlab suv chiqarib kelsa bo'ladi deydi. Hozir pul zararligi uchun sotyapmiz deyapti. Adres Beshkent 4 ta. Noxiya Nostrexstraf 4-sovxozda. Shu ko'rganlar bilamiz, taniydi deydi. Maktabga yaqin, hamma sharoitlari bor. Kelib ko'radiganlar bo'lsa, bemalol kelib ko'rishlaringiz mumkin. Nomerlarni pastda qoldiramiz. Bemalol telefon qilib hamma ma'lumotlarni bilaverasizlar. 200 ming deyapti, biz tortishib 180 mingga ko'ndirdik. Bo'ladigan joyi 180 ming deyapti. Yana kelib ko'ringizlar. Puliga arziydiganlar reshatka qiling mana. Reshatka turbalar tashlangan ferma uchun. Yashaydigan nimada edi antennalar qo'yilgan. Bittadan like bosib qo'yingizlar videoga. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yingizlar. Mana shunday foydali videolar qilishda davom etamiz. Manilarga gullar ekan, hammasi olib turibdi, mana ko'rganingizdek. Sho'r yo'q yerda umuman. 5-4 bellarda ko'p sho'r bo'ladi deydi. Az bu o'rtada umuman sho'r yo'q. Mana olib turibdi, daraxtlar, egilgan daraxtlar hammasi olib turibdi. Gullar ko'ryapsizlarmi? Barlar turibdi hammasi. To'rpog'i ham zo'r to'rpoq. Ko'kshol emas. Qizil to'rpoq. Aloqalar biza aloqaga chiqaverasizlar. Nomerni qo'yib qo'yamiz. Bemalol savdoni qilib kelib yashasangiz bo'laveradi. Tayyor uy joy. Izlayotgan akalarga jo'natib qo'yamiz. Mana uy. Mana ko'cha. Mana yerda kanalgacha 300 metr mana archalari bor, maktab. Maktab ham medpunkt ham mana shu ko'chada. Magazin ham hammasi shu mana shu ko'chada deyapti. Bu yerda ham yangi uy qurilyapti. Mana bunaqa qishloq olib ketyapti bu yoq. Hamma narsa qulay deyapti. Rayongacha ham 15 kilometr deydi. Kelib ko'rib qilishlaringiz mumkin. Mana uy. Mana tayyor uy. Bemalol kelaverasizlar mana. Adres Beshkent 4.
bo'limdan bu yoqqa o'tgandan keyin shu o'rtada